Yani bugünkü dersimiz the clock. Yani saat qarashni o'rgatgancha bizga butun saat bilan to'lgan bir tekstlar bor. Shunga hozir bu yerda biz boya soatni o'rganib o'tgachga hozir bu yerda tafsil so'zlamaymiz. Tekst shu. Men darsni tushgandan keyin men buni sizlarga avatib birman. Biz tekstni bir-birlab boshdan ko'rib o'taylik. Yani hulat start u op. Yani hulat degan soat qancha buni bilasizlar. Anda ma cümledeki fiilimiz obstan. Obstanın ma'nosi o'rnidan turmak. Şu atdigini o'rnidan turmak. Anda miyat nimishqa start bo'lishga sabab u kelgachga start bo'ldi. Endi bu ikkisi nimishqa ayrilib ketdi degan vaqtida golland tilida mana bir turkum fiillar bor. Biz o fiillarni ayirib ishlatkili bo'ladigan fiillar, ayrig'il bo'ladigan fiillar deb ataymiz-ku. O fiillarni ayirib o'rganib o'tamiz grammatik darsimizda. Bu fiillar mana cümlede hozirgi zaman shaklda kelgan vaqtda mushta ayirib ishlatildi. Yani bu fiillar odatda bir fiil qismi bilan bir bog'lovchi qismidan tuzilgan bo'ldi. Yani obstan. Op deganni hozirgacha o'rgangandik-ku. Yani obstation, op number 5, yani dada, tata degan ma'nosi va endi yana bir ma'nosi bir narsaning ustida. Masalan, op tafel desak, ustalning ustida, op stul desak, o'rindiqning ustida degandek-ku bir bog'lovchi. Stan degan bir ayrim mustaqil fiil, şu turuş degan ma'nosi bor-ku. Bu yerda obstan degan ikkisi birlashib, boshqa bir so'zni yasab, ma'nosi o'rnidan turmoq, ya'ni atdigini o'rnidan turmoqqa keldi. Normalda işte uxlab qopab o'rnidan turmoqqa. Shunga bu ayirib ishlatiladigan fiillar, shunda bir fiil bilan bir bog'lovchining bir kishidan tuzilgan bir so'z-ku. Bular odatda cümlede hozirgi zaman shaklda, o'tgan zaman shaklda ayirib ishlatildi. Shu yerda hulat stat u op, ya'ni biz agar biz hulat u obstat desak, to'g'ri grammatik cümle bo'lmay qoldi. Shu yerda kelish sababi shunda hozir qisqachalam so'zlab o'tsam. Yani siz atdigini, yani siz necha o'rningizdan tursiz deydi-ku. 7 soat 7da Diqqat qilinglar, buni men eskartgandim. Soat menchida 4da, 5da, 6da deganning hammasiga keladi. Deganning ma'nosi shu da, ta. Opmi o'xshashlam da, ta. Inmi o'xshashlam da, ta. Lekin bularninki shu golland tilda bog'lovchilarninki ishlatilish o'rni o'xshamaydi. Obstation, op number 5 deymiz. In Amsterdam, in Utrecht deymiz. Lekin 7 om 5 deymiz. Yani 7'de 7:15, yani 7'den 15 minut ötkende bunu sizler düşünüp buldunuz hazır. Eat egg, yani men yeymen what brot, yani bulku yeymen en ve drink ik tea, yani çay içimen. Yani 7'de 10 minut durmen, 7'den 15 minut ötkende bulku yep çayımını içimen deydi. En 7:30, yani half 8 degan 8, lekin half 8 degan 7:30 deganni bildiramiz. 7:30da verlaat ik mijn huis, yani mijn mening huis, yani ma cümledeki fiil verlaten. Verlatenning ma'nosi ayrilmoq degan ma'noda, yani soat 7:30da men uyimdan ayrilaman en ve 7:15, yani 7:15 8'ge 15 minut qolganda yoki 7'den 45 o'tganda neem ik de bus, yani neemen fiilning asli to'liq shakli ilish degan ma'nosi bor. Bu yerda ik o'g'achqa mas holda stam kelib neem ik qilyotidi. Yani men olaman de bus avtobusni naar het station. Yani poyezd stansiyasiga boradigan avtobusni olaman naar ga het station. Yani station degan poyezd stansiyasi degan bu ism het artikul keldigan ism. De bus, avtobus, de artikul keldigan ism. Endi artikullarning qoidasini o'rganib o'tdik-ku. Shuni sizlarga bundan keyin mushta tekstlar uchirgan vaqtida mas holdagi artikullarga ham diqqat qilishinglar kerak-ku. Shu orqali ham ismlarning artikulni asta-asta pishiqlab mangsizlar. Shu yerdagi tekstning ma'nosi shu. Endi yana oxirgi kelaylik. Dat is nogal vroeg. Yani dat degan bu degan ma'noda, dat, die,
Daisy, hemmisi bu, avu degandek bu ko'rsatish almashlar. Lekin ishiltish usuli har xil, ma'nisi har xil. Biz buni maxsus ko'rsatish almashlarni so'zlaganda dotni qanday ishiltimiz, dini qanday ishiltimiz tafsili so'zlaymiz. Şu hozirning o'zida faqat bu degan ma'nosi bor ekan deb bilib bu dot is no'xal furuq, ya'ni bu no'xal xeylibak furuq baldur, ya'ni xeylibak baldur, ya'ni demak cho'g'ini 7 o'rnimdan turmadi dedi, 7 o'rnimdan turib 7dan 15 chiyimni ichib 7:20 uydan chiqib 7dan 45 avtobus chiqaman degandikin u xeylibak burun deb bu degani shu vaqtni ko'rsatmoqchi. Find u dot, ya'ni miyada uy bo'lg'achqa mas holda find deb kelyotdi. Find u dot, endi siz ishda o'ylamsiz, siz shunda deb qaramsiz. Vaqtin, ya'ni u yerda vaqtin saqlash, vaqtning ma'nosi saqlash. Ya'ni u yerda rund die tijd, ya'ni bu vaqt atrofida, bu vaqt o'pcho'risda, rund atrofida, o'pcho'risda, ya'ni taxminan 7:27dan 45lar atrofida demakchi. Alla burun fjolmensin, jiqqid odamlar o'pdi bus, ya'ni bu vaqt atrofida jiqqid odamlar alla burun u vaqtda avtobusni saqlab turgan bo'ladi deydi. Andan miyada vaqtim bilan o'pni qizilda bo'yab qo'yishimdagi sabab o'tgan soatlik darslardami sizlarga eskartgandim. Golland tilida ba'zi fe'llarningki o'ziga mos holda keladigan mushta bog'lag'uvchilari bo'ldi-ku. Masalan, biz qaysini o'rgangandik? Kommen out deb o'rgandik. Ik kom out. Ondan luister naar. Ik luister naar de radio deb. Endi miyada wacht op. Ik wacht op de bus. Miyada op deganninki endi avtobusni saqlayapman ne degandek ma'nosi chiqadi. Endi vaqtini ishlatgan vaqtda doim opni birga ishlatamiz. Ik wacht op de bus. Ik wacht op de het station. Poystansda saqlayman. Ik wacht op thuis. Uyimda saqlayman debchi. Ik wacht thuis deb qalsak yoki ik wacht het station desek bir norm to'g'ri bo'lmagan grammatikalik jumla bo'lib qoldi-chu. Ya'ni vaqtin op doim birga keldi. Ya'ni u vaqtda, u vaqt o'pcho'risda jiqqid odamlar avtobus saqlab turgan bo'ldi deydi. Is nauwelijks plaats in de bus. Yani nauwelijks deganning ma'nosi asosan yo'q degan ma'noda. Plaats o'rin joy o'rgangandik. Yani avtobusning ichida, in de bus avtobusning ichida asosan o'rin yo'q bo'ladi, o'rin qolmagan bo'ladi deydi. Het leven, hayat, begint, başlandı, kennelijk, inigki, ko'rilishqi bo'ldiki degan ma'noda fruh in Nederland bo'ldi. Yani Gollandiyada hayat inigki, ko'rilishqi bo'ldiki, hayat burun boshlandi deydi-chu. Haqiqatan shunda, masalan normalda shu atgan soat 7dan tortib 9gacha spits urin deb hammadan ish qilardigan avtobus, poyezdlarda avtobus haqiqatan ba'zida o'rinmi chiqmay qoldi-chu. Masalan, agar shunda atganda yoki ishdan tushganda avtobusga chiqib baqsanglar, balkim normalda bir shikilda chiqsanglar, odammi yo'qdek his qilishingiz mumkin, lekin Gollandiyada hayot haqiqatan sahar boshlandi. Endi tekstning davomi hoe laat vertrekt u trein, ya'ni hoe laat soat qanchada. Endi vertrekken miyadagi fe'l vertrekken ayrılmak, qo'zg'almoq degan ma'noda. Ya'ni u sizning trein, yani sizin poyezdingiz saat qanchada qo'zg'aladi? 5:08, yani 5 minut, 5 minut, over o'tganda 8, yani 8dan 5 minut o'tganda. Dat is, yani bu bo'lsa, tenminste de officiële tijd. Yani official degan rasmiy belgilangan degan ma'noda. Yani masalan Gollandiyada har qanday bir poyezdlarningki, avtobuslarning bir belgilangan vaqti bo'ladi-ku, shu rasmiy vaqtlar demakchi. Yani bu odatda yani bir rasmiy belgilangan vaqt deydi. Maar lekin mijn trein, mijn trein, mening poyezdim vertrekt niet, qo'zg'almaydi, altijd, doim
update. Daim dal vaqtida qo'zg'almaydi. Biz mana need deganni o'rgangandik-ku. Need bilan xeyn Golland tilidagi jumlalarni bo'lishsiz qiladigan ikki xil so'zdi. Ikkilisining ma'nosi yo'q degan ma'nosi bor. Xeyn deganni odatda ismlarninki oldida ishlatadiq. Masalan, ik heb geen trein desak, mening poyezdim yo'q. Ik heb geen auto, mening mashinam yo'q. Ama need degani fe'llarning keynida kelib, ash fe'lni bo'lishsiz qiladi. Hozir men yerda mening poyezdim qo'zg'almaydi. Jumlaning fe'li, jumlaning xabari qo'zg'alishni qo'zg'almaydi deb qilmoqchi bo'lg'achqa shuni need qilyotidi. O'tgan soatlik grammatikda qisqacha bir aslatib o'tay sizlarga. Ya'ni mening poyezdim doim dal vaqtida qo'zg'almaydi. Hij is vaak te laat. Yani hij degan asli u deb odamlar ishlatadi, lekin mushta poyez mushta narsalarga ishlatamiz-ku. Normalda mushta erlik jinsdagi narsalarga, shaylarga nimani ishlatamiz? The train degani shu odatda erlik jinsdagi ism. Shu hij is vaak te laat. Yani u bo'lsa vaak ko'pincha hollarda te laat. Yani kechikadi. Ko'pincha hollarda kechikadi deydi. Ya'ni hij degan ash poyezni ko'rsatmoqchi. Buni bizning tilimizda deymiz-ku. Mening poyezdim kemmidi. Doim kechikib qoldi debchi. Endi tekstning davomi. Hoe lang duurt de reis? De reis, safar, sayohat, duurt. O'rgangandik, duren, davomlashmoq degan ma'noda. Ya'ni sayohat safarimiz qanchalik vaqt, qanchalik uzun davomlashadi, ya'ni qanchalik vaqt ketadi demakchi. In kvartir. In kvartir degan shu bir chorak 15 minuten. De trein diqqat qilinglar, de artikel keldigan ism komt aan om 9:30. Ya'ni poyez keladi. Meyadagi komt aan. Bu fe'lninki asli to'liq shakli ankommen. Ya'ni o'xshashlam ayirib ishlatiladigan fe'l. Hozir ma jumla hozirgi zaman shaklidagi bir jumla bo'lg'achqa, shu hozir meyada ayirib kelyotidi komt aan deb. The train komt aan om. Soatning oldiga om ishlatadiq. Shunga 9:30. 10 degan oldidan minut, 10 minut, for qolganda 8:30. Yani 8:20 ga 10 minut qolganda, demak 8:20 axturtöntiq. Yani poyez 8:20 o'tganda keladi deydi. Ankommen deganning yana bir ma'nosi semirib ketish degan ma'nosi bor-ku. Yana ko'p ma'nolik bir so'z. Hem tekstning oxiriga qaytaylik. Dan vaqtda neem ik de bus, neem olaman ik de bus naar de school. Yani maktabga boradigan avtobusga chiqaman, avtobusni olaman, avtobusga chiqaman. Waar ik werk. Yani men xizmat qiladigan. Miyadagi var deganning ma'nosi bu amaliyotda men ikki jumlani bog'lab kelgan bir bog'lug'uchi-ku. Yani men xizmat qiladigan, yiliqi maktabga boradigan avtobusga chiqaman debchi. Miyada var deganni shu yiliqi deb tarjima qilsak bo'ldi. Chunki buni hozircha mushtala ma'nosi yiliqi degan gapgan. Yani aslida men avtobusga chiqaman, men xizmat qiladigan maktab. Asli yani ikki jumlachi, lekin buni nima qilib men xizmat qiladigan maktabga boradigan avtobusga chiqaman deb ikki jumlani birlashtirib bir qo'shma jumla yasayapti-ku. Yani shu hozircha eslab bilib tursanglar, keyin maxsus grammatikasini so'zlaganda hozirgi saviyada sal murakkabroq o'qim. Yani undan keyin men xizmat qiladigan maktabga boradigan avtobusga chiqaman. The bus, avtobus, vertrekt ayrıldı, qo'zg'aldi. Bu yerda the bus deb 3-shaxs o'g'a chiqqan masalda vertrekken ayrilish, qo'zg'alish, ik vertrek, mar hij vertrekt. Stam qo'shilgan tey. Shu masalda kelyotidi. The bus vertrekt om 9:30. Yani 5:05 o'tganda, 5 minut o'tganda 9:30. 8:20dan 5 minut o'tdi. 8:35 o'tganda.
Yani avtobus 8:35 ötgende qo'zg'oldi. The kans, yani fursat, dat ik hem mis, yani hem degan, yani uni deb shu avtobusni demakchi. Yani uni o'tkazib qo'yish fursatim missen, yerdeki pil missen ma'nisi o'tkazib qo'ymoq, qochirib qo'ymoq. Masalan, poyezdni qochirib qo'ydim, poyezdni o'tkazib qo'ydim, avtobusni o'tkazib qo'ydim deymiz-ku. Mishda missen degan ishlatildi. Missen degan bir ma'nosi sig'inmoq. Masalan, oilamni sig'indim, balamni sig'indim. Yani bu ko'p ma'nolilik bir so'z. Kans degan fursat, ya'ni uni avtobusni o'tkazib qo'yish fursatim is dus klein, ya'ni qisqasi shunlashqa kichik deydi. Nima shunday deydi? Chunki poyezdi 8:20 keldi, avtobus 8:35 qo'zg'oldi, oraliqda 15 minut vaqti bor emasmi? Shunga shu avtobusni qochirib qo'yish nisbatim, o'tkazib qo'yish nisbatim kichik deydi. Klein groot, demak klein kichik, groot cho'ng. Endi tekstning eng oxirgi jumlamiz: Ik kom liever niet te laat op school. Yani nitmeyada bulutsuz pişiltiyotudu. Pilni bulutsuz qilg'achqa shunga nit kelyotudu. Yani ik kom nit, yani men kelmayman, te laat, yani bek kechikib, op school. Liever. Liever deganning ma'nosi yana bir narsani bekroq xohlamoq degan ma'nosi bor. Yani miyada tarjima qilsak, men maktabga kechikib qilishni bek xohlamayman, men maktabga kechikib kelishni yaxshi ko'rmayman degan ma'noda. Want, çünkü de leerling, birlik şekli o'quvchi, leerlingen, o'quvchilar, want, çünkü o'quvchilar, moeten, cho'qim, ok, ham, op tijd komen, del vaqtida kelishi kerak. Çünkü o'quvchilarmi cho'qim del vaqtida kelishi kerak. Yani ma tekstda ifodalayotgan odam bir o'qituvchilik qildi, men xizmat qilayotgan maktab deydi-ku. Ammo liever degan uyg'ur tilida bek ko'p, nima uyg'ur tilida emas, golland tilida bek ko'p ishlatilgan bir so'z. Shuni bir jumla keltirib qo'ydim. Masalan, ik wil liever thee dan koffie desak, yani men qahvadan bekroq choy ichishni xohlayman, choyni yaxshi ko'raman degandek-ku. İşte bekroq xohlamoq. İşte men masalan, men ko'ylak kiygandan bekroq ishdan kiyishni yaxshi ko'raman. Şarap çekkendim bekrak yağlıq çekişini degandek. İşte bir o'xshash bir ikki narsadan ma'ni bekrak yaxshi ko'rmaydiganda ifodalaydigan bir so'z. Ondan bunga talaffuz o'xshab ketadigan yana bir so'z leifer. Leifer degan jigar, odamning jigari, qo'yning jigari, leifer. Shuni diqqat qilinglar. Endi tekstning davomi tot hulat werkt u, yani tot degan g'icha, qicha, gicha. Yani tot hulat, saat qanchagacha, werkt u. U bo'g'achqa masalda werkt keladi. Yani siz saat qanchagacha ishlaysiz? Dat, yani u, verschilt van dag tot dag. Yani van tot degan bir narsadan mundagacha. Masalan, van 5 uur tot 7 uur desek, saat 5'ten 7'gacha. Van ochtend tot middag desek, ettigenden tushgacha. Van maandag tot vrijdag desek, dushanbadan jumagacha. Yani mandagdan mandagacha degan ma'noda. Endi ma verschilen degan farqlanish degan ma'noda. Miyada dat verschilt, yani u farqlanadi. Van dag tot dag, yani kuniga qarab, kundan kuniga qarab farqlanadi. Kundan kuniga qarab o'xshamaydi. Kundan kuniga qarab har xil bo'ladi. Normal gesproken, yani normal degan shu normal degan ma'noda, gesproken, spreken, spreken degan fe'ldan tulinib chiqqan bir shakl. Yani normal gesproken, odatda degan ma'no. Chunki ig'iz turmushdan bek ko'p ishlatamiz. Normal gesproken, werk ik in Amsterdam. Odatda men Amsterdamda ishlayman. Normal gesproken, hou ik van polo. Odatda men polo ishni yaxshi ko'raman. Bugun polo devadim, atammaylan polo etib chiqib ketsak hamda. Normal gesproken, yani odatda werk ik tot 5 uur. Yani odatda werk ik, men xizmat qilaman
tot 5 uur, saat 5-kiçe xizmət qılman. İlk boğaçqa masalda verek kelyapydy, diqqat qılыңlar. In enkele keer, yani in enkele keer degen anda sanda, yani bıraktımda, anda sanda, in enkele keer houd ik wat eerder op. En eerder degen bururrak degen manada. Andama ophouden degen bu hem ayırıp şıltıldıgan pil. Mänisi toxtatmak. Pilnin asli şekli ophouden. Baya dedim emas mı normalda ayırıp işiltildiğen piyalla cümlenin hazırkı zaman şeklide muşta ayırıp işiltildi. Şunu miyada haud op dep çıkısı ağırlıp ketken. Leki emniyette asli şekli ophouden. Yani in enkele keer houd ik wat eerder op. Yani anda sanda bıraktımda wat eerder sel baldurrak. Miyada wat degenden sel degen çıkılı sel baldurrak. Ophouden toxtaman, işten düşüman degan ma'noda. Yani normalda saat 5 kiç işleyman, lekin anda sanda sal baldırak işten düşüman deydi. Ophouden toxtatmak. Yani ophouden degan ne? Ba'zida masalan bolalarimiz pek jidal qilib ketsa, to'xtinglar deb deymiz, shunda vaqtda ophouden deb vaqirsak, to'xtat amdi degan ma'noda chiqadi. Bugünkü tekst muşu, bugünkü tekstimiz hem bizden grammatikimizga mas halda her bir cümle, tekstdeki her bir cümle hazırkı zaman şeklide ifadelengen cümlelerce. Yani özünün normal günde kıldığan, ettiğini saat mençede ornumdan turman, mençede öyden çıkıman, poyiz mençede kozguldu dep, günde poyiz şu vakit kozguldu. Günde şu vakitte öyden çıkıdı. Çünkü günde kıldığan hizmet vakti okşaş. İşte bu açıkça. Şu tekstning özümü hazırkı zaman şekliga nahayetli yaxşı bir misal. Şuna bu tekstni mesela turup öğretip bergenden keyin qayta okup tercümesi bilen silishtirip bir en az degende 4-5 qitim okup chiqishinglarni tavsiya qilaman. Shu orqali ham biz o'rgangan grammatika hazırkı zamanni texim yaxshi tushunishinglarga inshaalloh foydasi bo'lg'usi. Əmdi biz bugün ügündiğen idiom habe jeg geen paard, gebruik dan in ezel. Yani habe jij geen paard, itiniz yok mu? Eğer itiniz olmasa gebruik işiltin kullanın dan uvalda in ezel. O vaxtda eşekni kullanın, eşek menen dep, yani at tapqıça eşek men dep. Bunun ma'nosi şu, eğer de mesela maşinimiz olmasa maşinam yok diye hem bir yer baramayma dep ultamaymiz onaga qanday qilsam bo'ladi deb poyizga chiqay, avtobusga chiqay deb o'yinimizga işte bir narsangiz bo'lmasimi, lekin yana bir nimani qilib turib, yana bir foydalanadigan narsani ishlatib turib, shu ishni qilib turing degandek-ku. Masalan, hozir Asiya turatgan qarindoshlarni maxsus maktabga, golland tili darsiga o'rlashtirmagan bo'lsin, lekin ham attabquch eshak minib mush derslerden faydalanıp tutsakmı inşallah çokum bir faydası boğusu. Tekstinin tercümesini hem yollap koyman. İnşallah bugünkü dersimiz muşu müşahede ahırlaştı. Sualınlar olsa tatınmayı sorsanlar buldum.